Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Chorva ish qilaman. Hurmatli obunachilar, uyda boqilgan ishonchli o'kitchalar sotiladi. Bir o'kitcha bir qacharmi shundoq? Yo'q, Qachar sotmaysizmi? Kur o'kitcha sotiladi, kur o'kitcha sotiladi, hurmatli obunachilar. Ishonchli vaksinalar qilingan, yeyishi ichishi ajoyib. Simental gibrid, hurmatli obunachilar. Simental emas, simental gibrid narsa, simental plus gibridlashgan. Bo'yinli mol ajoyib, bo'yinlar ham tufalan, yuvosh. 2 dish toza. Hurmatli obunachilar, buni deydi savdosini deydi teraziyaga beraman deydi. Gazlilar deydi 65 ming so'mdan deydi kiloga beraman deydi. Diklaydigan savdosi deydi. Teraziyaga qo'yamiz, cheklat chiqsa deydi baxtli. Yana skitchasini istalgan qaytadan bo'lsa-ni kelishib telefon nomerini yozib qoldiramiz, ustidan savdosini qilasizlar. Adresiga olsak, adres tandirchida. Adres tandirchida, hurmatli obunachilar. Telefon nomerini ekranda qoldiramiz. Bemalol kelib telefonlashib, savdolashasizlar xudo xolasa. Mol ajoyib narsa. Mol kunjada yeb turibdi deysan. Hozir ko'p odam endi ko'ribsiz, qurollikqa so'rab turibdi. Qurollik ham ajoyib bu. To'g'rimi? 5 odam, 6 odam bo'lsalar ham chiqarishib, buni gelishtirib berasizlar xudo xolasa. Ustidan savdosini qilib, gelishtirib, qaytib skitchadan qilib, ya dostavkasini pulini qaytib berarsiz. Endi u ham ustiga savdosini qilsalar, quloqlar ham butun, hurmatli obunachilar, uyda tug'ilgan deydi, enasini sotdim, pul zarurligi bo'libdi deydi. Hozir yana pul zarurligim bo'lib turibdi deydi, o'kitchasini sotaman deydi. Xudo xolasa gelishtirib og'amiz qaytib beradi. Mol ajoyib narsa. Qon o'zini orqasiga o'tirmaydi turibdi. Arkalarım acayip mi ya? Hekti falan. Bakayım tuttu toptum bu. Bir xil kvadrat. Ekrandaki telefondan ve telefon kılınlar, sadasını kılınlar. Xudo xolasa. Arkalar, hurmatli obunachilar, arkalar. Hekti falan. Mal kişine vereceğim yani. 65 ming so'mdan teraziya. 65 dan hozir qaytib berasiz, xudo xolasa. Gelemez üstüne sadasından. Xudo xolasa bizning kanalimizda abonentga skitcha etib bering, yaxshimi? Hurmatli obunachilar, kanalni abonentga kelsangizlar, xudo xolasa skitchasi ustunda. Kunjara vaqtdan beri yeb turibdi. Shu bir kishi bilan yedi. Qishlar tang yeb keladi shundan, to'xtamay. Shu kungacha. Yaqinda tam bo'ldi, 3-4 yillikka tam. Kunjarani. Hali mo'mayimni deb o'ylab o'tirdim satsam. Endi hozir shuna sotishga keldingiz qarormi? Yana hurmatli obunachilar, hammasi batafsil videoda ochiq aydin bo'lib turibdi. Sotuvnozaga alishim kerak. Qanday qadam? Az. Kunjaraning. Mesela hurmatli obunachilar, şöyle videomuzda keldiğimiz xatolarimiz, kamchiliklarimizni so'raymiz. Like'larni bosib, obuna bo'lmoqlar, obuna bo'lib qolinglar. Hammaga rahmat.